Yo'q, menda hech qanaqa haligi bo'lmaydida. Kanalingizda tarqatib bering, hozir nohaqlik bo'layapti. Qilmagani uchun qildik deb Surxondaryo Oltinsoy hokimi, hokim yordamchisi, Surxondaryo viloyat hokimi va mutasaddi tashkilot ishlamayapti. Shuni kanalingizga yozib bering. Men murojaat qilmagan joyim yo'qlamadi. Prezident qarori bajarmayapti. Bilmayman, bu ko'z bo'yamachilikmi, siyosiy o'yin qilyaptimi? Nogironlarni ish bilan ta'minlanglar, ular qo'shilsin deyapti. Endi bu ishlar bo'lmayapti. Masalan, ishga olmagan, ishga oldim deb yozib, o'ziga qaror chiqarib yuboryapti. Menga yordam bering, menga qaror kerak. Birinchi guruh nogironaman. Surxondaryo viloyati Oltinsoy rayoni Marman mahallasi. Edalar meni omonat ko'rmaydi. Hokimiyatga borsam pul deydi. Ish beringlar desam, bermaymiz. Menga yordam bering, iltimos. Men Surxondaryo viloyati Oltinsoy rayonidaman. G'arib Qo'lboy, birinchi guruh nogironi. Men yurolmayman. Shuning uchun menga qarovchi kerak. Menga yordam bering. Men rahbarlarga murojaat qildim. Charchadim, menga yordam berishmadi. Iltimos, yozishni bilmayman. Yurolmayman. Iltimos, yordam bering. Mana shu ovozli xabarni kanallarga tarqating yoki meni nomimdan Surxondaryo viloyati hokimiga yoki boshqa tashkilotlarga ariza yozsangiz, iltimos, mendan qaytmang, Xudodan qaytsin. Iltimos, menga yordam bering. Nogironlarga qurilgan uyni ishlarga beradi. Va'da qiladi. Qolgani esa boyvachchalarga sotadi. Nogironlarga esa kabulton deydi. U qayerdan topsa yoki oyliging yo'q deydi. Faqat o'zlari o'sha mahalla kabul bo'lsa bo'ladi. Migrant qilib to'limichar sog'larni yubordi. Ish bilan ta'minlamagan. Qonunlar ishlamaydi. Uyda, jo'lda tadbirkorlikka umuman yo'q. Tadbirkorlarni puli o'sha kattalarni jiqiltoniga keladi. O'shalarni mana shu gaplar. Qani adolat, qani haqiqat. Hammasi sotilgan, so'rayoladigan ishchilar, xodimlariga aql haqoratlangan insonga jazolanadi. Qonun kambag'allarga ham, boylarga ham bir. Nega ularga qonunni buzish jo'q emas? Ular uchun ular biladi-ku. Ovam bilmay buzishi mumkin, lekin ular bilib qonunni buzayapti. Yo'q, menda hech qanaqa haligi bo'lmaydi-da. Kanalingizda tarqatib bering, hozir nohaqlik bo'layapti. Qilmagani uchun qildik deb